Hozir men sizga onlayn magazinimizdagi ajinlarni oldini oladigan, terlarimizni tarang qiladigan va eng asosiysi osilmasdan ozishimizga yordam beradigan eng sifatli koreyskiy kollagenni ochib ko'rsatib beraman. Birinchisi bu olchali, anorli, sabzi, lo'lagi va olmali. Uchalasining mazasi juda ham zo'r. Agar kim kollagenni parashokligidan iste'mol qila olmasa, bu kollagenni qiynalmasdan iste'mol qilib yurasiz. Demak, kollagenni yetishmovchiligi kuzatilganda holsizlik, charchoq, uyquchanlik, anemiya kuzatiladi va ferritinni ham samarali sifatli ko'tarish uchun kollagen bilan ko'tarilganda ferritinni, ya'ni anemiyani juda ham yaxshi sifatli ko'tariladi. Keling, endi hozir olchaligini ko'rsatib beraman. Demak, shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bu profilaktika dozasida bittadan 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichamiz. Agar kimda anemiya bo'ladigan bo'lsa yoki ozayotgan paytda ikkitadan 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Mana jeleli, jelatinsiz, halol. Juda ham mazali kollagen iste'mol qilib turib, yana ham chiroyli, go'zal bo'lib yosharishingiz mumkin.